Salom, men ismim Jasur. Jasurinfo.zn.uz sayti muallifiman. Bugungi video dasturida sizga Telegram messenjeri uchun o'z shaxsiy botlaringizni yaratishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun Telegram messenjeriga kiramiz. Bu yerda bizga bot Fazer deb yozamiz, sonra bot Fazer chiqadi. Bot Fazerda ishga tushiramiz. Mana bu yerda komandalar ro'yxati chiqadi. Yangi bot so'zat qilish uchun mana new bot komandasini beramiz. Botni nomini o'ylab toping deyapti. Botga nom beramiz. Misol uchun test uchun bot nomi berildi. Endi buni qidiriladigan username, ya'ni boshqalar sizni botingizni topish uchun nom berish kerak. Oxirgi so'zning oxirida albatta bot so'zi ishtirok etishi kerak. Test uchun hozirdan shift minus qo'yib bot deb yozsangiz bo'ladi. Boramiz. Qabul qilindi. Mana bizga token berildi. Botni davom ettirishda nomi qo'yildi. Mana set description komandasini beramiz. Mana test uchun bot. Endi bu yerda biz botga kirgan paytda sizga ko'rsatiladigan tekstni yozamiz. Misol uchun salom, xush kelibsiz yuboramiz. Qabul qilindi. Endi mana bu set bot text komandasini beramiz. Bu yerda bot haqida informatsiya, misol uchun qolgan informatsiyangizni yozasiz. Taxminan Madain Jasur deb yozdim. Qabul qilindi. Shundan so'ng botni rasmini yuboramiz, ya'ni botni tanlaymiz. Unga foto shaklda rasm yuboramiz. Xohlagan rasmingizni yuborsangiz bo'ladi. Misol tariqasida mana shu rasmni yuboramiz. Qabul qilindi. Endi biz teparoqqa chiqib, mana boya token berilgan joyga kelishimiz kerak. Va bu yerda bot Fazerning o'rniga endi bizda mini botni topamiz. Mana mini botga kiramiz. Ishga tushiramiz. Mana bu yerda yangi bot so'zat qilish uchun mana add bot komandasini beramiz. Bu yerda mana boyagi bot Fazer dasturida berilgan tokenni copyright qilib olamiz. Va mini botga yuboramiz. Mana принят dedi. Bu yerda yaratgan botimiz uchun biron narsa yozishimizni so'rashyapti. Buni xohlasangiz buni shart o'tkazib olamiz, chunki nariyada biz bu komandani kiritganmiz. O'tkazib olamiz. Endi bot orqali boshqalarga komanda yuborish uchun mana new post bo'limini tanlaymiz. bosamiz. Burada test uchun bot
tanlaymiz. Bunga send message start tugmasini beramiz. Mana shu yerda endi boshqalarga komanda yangiliklar yuborish uchun new post tanlaymiz. Va bu yerda xohlasangiz yozuv yuborishingiz mumkin, tekst, xohlasangiz foto, xohlasangiz video. Misol tariqasida tekst soобщение yuboramiz. Salom. Bot ishga tushdi degan ma'noda yuborib yuboramiz va send, ya'ni отправить пост всем подписчикам tugmasini bosamiz va biz yozgan narsa hammaga ketadi, shu botni qabul qilgan odamlarga. Va ketdi. Xuddi shu tariqada biz o'zimizning подписчиklarimizga, ya'ni botimizda ishga tushirgan odamlarga xohlagan rasm, foto, video, yangiliklar hammasini yuborib turishimiz mumkin. Endi mana bu mini bot va bot hozir dasturi kerak bo'lmaydi bizga. O'zimiz yaratgan botga kirib, o'sha bot orqali hammasini boshqaraveramiz. Yuborganimizdan keyin yana yangi biror narsa yubormoqchi bo'lsangiz, yana boyagi nimalarni qaytarasiz. Misol uchun yana bironta yangilik qo'shish uchun mana append komandasini berasiz. New post komandasini berasiz. Shu yerda endi misol uchun mana rasm yuborib ko'ramiz. Rasm ketdi va send komandasini beramiz. Bizning подписчиklarimizga hammasiga rasm ketadi. Video yordam bergan bo'lsa xursandman. Siz bilan Jasur bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling. Song in the sun.